Zeyna, benim töbençekim fakat sizla. Rastını sizni yaxshi ko'raman. Kimiki sizning bir tal mo'yingizga tegsa, uni hargiz bosh qo'yib yotmayman. Ham undaq bo'lishigim yo'l qo'ymayman. Men bir do'stimning uyiga kelgandim. Shu ko'ngli yerim kendanga. Şuna meni konuşup deydi o. U lömlüm muhabbetin işendimi sana? İşenmemdi adaş. Bular diye romantik aşık meşgulatırsa. Bunu deki meni bundak gerek çakırmanglaçu. Sen kanda kutundan balısı! Biradin işçi koyman. Kapamaysız meni muhabbetim ba. Ben mabut valağa beşi kızgıman ko. Kaskını kollarını nerede tat benden? Muhabbetim ba degendikin. Nerede berip oyunsan olmamdı? Bizning shirkatda Zafran deb bir lömlüm bor. Shuning muhabbati Mabibin aşık yer. Kanda kılışını obdan bilsem ko deyme. Zeyna katlaşmaya kalsın uçardı. nima? Nima oldu? Zeyna'dan ayrılıp kaldım. Zeyna! O öyle işte ilgili baskınçılık kuşaptı. Ulan kimga? Uni tanımsan. Tanıyman. O tükeştik beyran bulunduğun buldu. Kaç vakasıdın. Ulan hazır neden? Özünü kılıp Ben Akan'ı izleyeyim. Akap gidecek sen kim o he? Hiç kim o? Gidip karışka Peter. Sen kim? Zafra. Kız bana diyen bir oyun çok halas. Yerim yaxşı, benim kızım yok ya. Ben senin dada. Sen bu sakın her bir kız ayağına kısası seni hiç koymaydı. Ya! Zeyna benim barlığım idi. Ben qanday qilishim kerak? Ben yana qaytib kelaman. Yaxshimisiz Esma? Qanday ahvolingiz? Ko'rishmagili uzun bo'pti. Men tuyuqsizla chaqirib qolibsiz-ku. Bir ish bo'lmaganda, ha? Sizga deydigan gapim bor edi. Nima ishdi? Amaliyotda Zeyna'nın ölümüge men sebepçi. Ha? Nima? Esma, hozir nima deyotganingizni bilamsiz, ha? O günü asli odatdagidek ko'nglimizni ichib kelaydi deb kechlik klubga borgan edik. Ammo o'ylamagan yerdan Zeyna'nın ichimligiga birisi doğru silib etibdi. Bizmi bilmay qoldik. Biroq men Zeyna'ni izlab cho'ng yo'lga chiqqan vaqtimda bir qaranlik mashinaning Zeyna'ni besib elib ketganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shu chog'da men bakli qo'rqib ketdim. Men saqchiq ma'lum qilishni yoki Zafranga deyishni xiyolimga keltirmadim. Esma, boshqalar demisiniz-ku mayliti. Nima ish saqchiq ma'lum qilmaysiz deyman. O kuni men uyga borgan vaqtimda bir notanish nomerdan telefon kelib, Zeyna'ning qatnash voqeasiga yo'liqqanligini aytdi. Men faqat qabul qilolmadim. Ondan men Zafranga telefon qilib, naq maydonga kelishni aytdim. Zafron uzoq qilmay naq maydonga keldi. Men pek pushaymon qildim. Balkim necha soat burun o'z ko'zim bilan ko'rgan ahvolni atrofimdagi birasiga degan bo'lsam, balkim bu
facianın aldını alğan bo'latdim. Men rostunda bek pushaymon qildim. Kunda cho'chib uyg'onib ketaman. Men Saynaga yuz kelolmayman. Siz demiş ki bu işlerini hem adamda yuştursiz. Hiç bulmaganda Zafran'ı deyişiniz gerek idi. Amaliyotda men Zafronni yaxshi ko'raman. Nima? Tushunamadim. Bu nima gap bo'lib ketdi? Shu ko'ngli yerim kendanga, shunga meni konuşup ber deydi o. Andan shu sizga deb qo'yay deb, siz sevmang. Bizning uyni oldiga bir payziya echilibdi danga. At shu yerdan tamoq yeylik. At ishdan tushib aql keling ha. Bolamda Zafarani u limlim mobdan ishondimasanga. Ishonmam Teodosh, ular deganda romantik oshiqmashlar tursa. Zafrondan ayrilib ketsam bo'lmamdi. Bu deganlarimni boshqalar hargiz to'g'ri tushunmaydi. Keyin meni bek pushaymon qildim. Balkim Zafron meni unutib qoldi. Zafron ikkimiz kichigimizdan qo'shna. Birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlar. Keynidan chet elga o'qishga chiqib ketdim. Bizning aloqamiz 15 yil uzilib qoldi. Keyin men qaytib kelgan vaqtimda Sayna bilan tanishib, Saynaning tug'ilgan kuniga borgan vaqtimda u ikkilarning oshiq-mashq ekanligini bilib, bekla hayron qoldim. U vaqtda men nima deyalayman? Zafron meni tanimadi. Saynaga ig'iz ochamadim. Shuning bilan dadimni davomli ichim yutib, Zafronni unutib ketish uchun izchil tirishib keldim. Lekin yana faqat unutib ketamadim. Har qitim Zafron bilan Zaynani birga ko'rgan vaqtimda shunday behram bo'ldim. Bu mendagi hasadxo'rlikmi yoki ichtorlikmi o'zim bilmadim. Bilaman mening xatoligimni Saynaning o'limidan keyin texim his qilib yetdim. Hammasi mening xatoliqim, mening sababimdan yuz berdi. Hammaga men ayblik. Bo'ldi Asma, ko'nglingizni yerim qilma. Gaplaringizni angladim. Bu deyil siz sababli yuz bergan emas. Jiq o'ylama. Bu gaplarni men anglamagan bo'lay, siz demagan bo'ling. Jinoyatchilarning hammasi jazoga tortilib bo'ldi. Boshliq menga telefon qilyapti. Men ishxonaga bag'ash turay. Bo'lamdi? To'xtang. Zafron u nerda? Zafron 15 kunlik tutib turilishdan keyin telefoni izchil etik, aloqalashamadim. Menmi topolmayapman. Agar uning xabari bo'lsa, menga deb qo'ysangiz. Ha. Ma'qul, bo'ladi. Men ketdim, ha?
Hey, yana sen go. Oldinqi mashinamga qusayotgan. Mang, chiqma, yo'qol. Zafran. 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 Oygandınız mı? Rahmet. Men bu yerga qanday kelib qoldim? Tönegen koçada mest bop yetip qapti ekansiz, şuna ekip aldım. Haraqni şuncha köp içken barmı? Hayanim bolsa manga uchrab qaldınız. Ajab, to'g'ri kelib qapti. Qandaq bo'lmabdimi? Rahmat sizga. Men qaytay. Hay, nega borsiz?
Azırak aramayla ölüp men. Nimandaq köp içip aldınız deyman. Özünüzde nimandaq qiyna versiz. Ketken adamın keyinde ketkili bolamdı Safran. Sal aramayla ölüp men. Bolamdı. Ma'qul, emsi birdam aramayli vallahi. Akşam yalğız içdiniz mi? Yo'q. Bir neçeylen birleşken. Keyin hammanglar ketib qapti, o'zim yolg'iz qaptiman shu. Meni aldındığın kichik bola ko'rib atamsiz. Aldab, aldımay. Siz kimdiniz? Men hech kim emas. Sizning do'stingiz shu. Do'stlik degan igili bilishdan derak bermaydi, shundaqmi? Ya'ni kelib do'stlikqa yolg'onchilik aralashib qolsa, odamni seskandirdi. Her qandaq ishni udulma-udul, yuzma-yuz devatga yaxshi asma. Do'stlikda samimiyat birinchi o'rinda turadi. Buni sizmi bilasiz-ku deyman. Tushunmadim, siz zot nim demoqchi? Bo'ldilar Asma. Kichik bolaning o'yinini o'ynamay, qandaq gap bo'lsa, hammani davatayli. Aramizda hech qandaq maxfiyatlik qolmasin. Tushunmadim, siz zot nim demoqchi? İchimizdagi gapni davatib ozodi bo'layli deyman. Siz yanıla yaxshiroq qaramaylang. Yaxshimisiz Asma? Men tuyuqsizla chaqirib qapsiz-ku. Bir ish bo'lmaganda, ha? Sizga aytgan gapim bor edi. Nima ishdi? Amaliyotda Zaynabning o'limiga men sababchi. Asma, hozir nim deyaptingiz bilasiz? Safran o'tinib qolay. Men qasdan qilmadim. Men rostla qasdan qilmadim. Meni kechiring. Rostla qasdan qilmadim. Nima ishqa bundoq qilding? Men qanday ig'iz ichishimni bilmay qoldim. Sen bir jonga zamon bo'lding. Sen asli bir jonni qutuldira olayding. Qasdan qildingmi? Sen qasdan qilding, shundaqmi? Sen qasdan qilding, shundaqmi? Gap qila. Cho'mg'andan keyin gap qila. Gap qila. Biz do'stku, gap qil. Kichigimizni birga o'ylab cho'mg'an do'stlar-ku biz. Sen ayni vaqtda naq maydonda botding. Naq maydondan to'liq xabaring bor. Menga telefon qilmabsan. Hatto soqchig'imni ma'lum qilmabsan. Bo'pti, bularga mayli dey. Ammo sen naq maydondagi har qanday bir odamning yordamini qilsang bo'ladi-ku. Nima ish qilmoqchini qilmaysan? Sen zaten nimani o'ylading? Nima ishqa? Zaten nima ishqa gap qil. Chunki men sizni sevaman. Meni suyamsan? Nima ishqa? Do'stona loyiqini yaxshi ko'ramsan? Biz degan do'st. Men seni izchil hurmat qilatdim. Biroq seni bunday rezillikni bilmabdiman. Ammo mening yaxshi ko'rdigim Zaynab. Faqat shuni yaxshi ko'raman. Uning simosi her vaqt ko'z oldimda. Sen o'zi yaxshi ko'rgan odamning her vaqt yenida bo'lanmay uningdan ayrilib qolgan hissiyotni tushunamsan. Ha? Sen tushunmaysan. Ha? Çünkü sende undaq muhabbetlik yürek yok. Ben seni hata tanıp kaptım ben. Ballatki dostum. Aramızdaki münasebet ağırlaştı. Çünkü sen men üçün emdi. Hiç nime emes. Yo'qol.
Dayanmışsın. Bu ya. Bana mısın? Ne sama? Bu ya bana. Oyun endi başlandı. Zefran, berdashlik bering. Berdashlik bering. Berdashlik bering. Ko'zingizni yeching, Zefran. Qon besimini qayta o'lchaman. Amal bu. Qon besimi qancha? Normalmi? Normal. Qaychinet bering. Qaychinet. Berdashlik bering. Berdashlik bering. Berdashlik bering, Zefran. Berdashlik bering. Zefran, hayrat qiling, oz qoldi. Ko'zingizni yeching, Zefran. Ko'zingizni yeching, qatdi. Qon besimini o'lchaman. Gözünüzü içeceğim. Çakma çakma. Öpküle nefesle berdashlik bering. Berdashlik bering. Yürek soğuşta öyle dik atdı. Zefran. 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 Doktor. Neymiş oldu? Neymiş oldu? Boşluk kaldı. Bek yaxshi bo'ldi. Çakman kelinglar. Yürek soğuşu eslik geldi. Biraz Bir öyle nefes oldu. Zefran. Gözünüzü içeceğim. Zefran. Beni kırmaksız. Zefran. Zefran. Gözünüzü içeceğim, Zefran. Hayret qiling. Doktor. O qandaqroq? Әнсірмесаңлам bo'ladi. Xatarlik bosqichdan o'tib ketdi. Onu ko'rib chiqsak bo'lamdi. Hozircha bo'lmaydi. 2 haftadan keyin balni siqib o'tkaymiz. Shu chaqda ko'ringlar. Ma'qul. Ma'qul. Her nim bo'lsa. Benim bo'lsa. Zefran? Zefran adaş. Qandaqroq tursan? Ular zodi kimlar Zefran? Seni kim mushundaq qilib qo'ydi? Adaş maň dep bergin.
Kimning sende buncha uch bor edi, Zafron? Birasining tishiga tegib qo'ymagansan? Har qanday ish bo'lsa, menga de, Zafron. Jim turib olma. Kim sana ziyonkashlik qildi? Menga ishonmabsan? Yaxshiroq o'ynab boq. Bu ishni o'zim hal qilaman. U zodi kim? Sen kim o? Zafronning mengisining bu qismi qattiq yorinibdi. Shu sabablik u xotirasini yo'qotibdi. Lekin bu vaqtli xotirasini yo'qotish bo'lishi mumkin. Undaqda uzoq o'tmay xotirasi asli kelarmi? Buningga bir nim demak tez. Balkim xotirasi bir umr asliga kelmasligi mumkin. Xotirasi asli kelmaydi demoqchimi? Hozir buningga mutlaq bir narsa deyolmaymiz. Uyga qaytgandan keyin amal bor uningga zarba bo'ladigan ishlar bo'lmasin. Amal bor kayfiyatini xushaltsin. Buning xotirasini asliga keltirishga yordam bo'ladi. Biz mo'jizaning yuz berishiga ishonamiz. Tushundik. Rahmat, doktor. Zafron? Adash, yaxshi bo'lib qoldingmi? Qara Adash, sen burun bu kokira ichimlikni bek yaxshi ko'ratding-ku. Sana og'ash keldim. İç bakalım sen. İçe. Sen hazır içme. Keyin içe. Burunqidakli payzi cuma. Emsa biyay qo'yib qo'yay. Sal yaxshi bo'lib qolganda ishkin. Hozir qandaqroq tursan? To'xtab tur, ha? Sana bir narsa ko'rsatay. Ma'unin qara Adash. Zafron. Qara. Tuniy oldingmi? Bu men. Bu hem sen ve men. İkimizden hatır suratları. Qara. Mavi suratlarni ko'rib baqa. Qara, cheching uzun edi sening. Man qara. Mavi vaqting esingda bormi? Ferdun. To'g'ri, men. Esingga keldimi? Men. Hechqisi yo'q. Bu biz billa qismga borgan vaqtimizdagi xotir suratlar. Tuniy oldingmi? Bu o'tgan yili mavi suratni tundingmi? O chaqda kostyum kiyib olgan eding. Mavi vaqting esingda bormi? Ferdun. Men. Qara, to'xta, yana bir parcha suratni ko'rsatay. Buni tuniy oldingmi? Bu sening tug'ilgan kuning. İkimiz birle faaliyetki bağandaki surat. Hoy, Esma. Esma esingga keldimi? Tuniyamadingmi? Bir yerda ko'rganda qilyapsan-ku deyman. Sinchilab qarab baqa, tuniy oldingmi? Bu yoq bo'lsa, bizning Men sizning ayolingiz. Haraq içmang desem anlamaysiz. Xo'p bo'ldimi? Menimi esingizga olmadingiz mana. Kechiring. Hech nimani eslayolmayapman men. Hech qisi yo'q, kechirvatdim. Hamma ishlar o'tib ketdi. Qayta tegmayli bo'ldi. Salomatligingiz asli kelganda biz hayot qilib kelaylik. Mening gapimni anglasangizlar, buningdan keyin hech qanday ish yuz bermaydi. Ko'ngilsiz ishlarni endi o'ylash qat'iy ruxsat yo'q. Menga va'da bering.
Tez kiring ha. Qarab turmay kiring ha. Qarang, uyimiz chiroyli mikan? Bu Bizning uyimiz turmamdi. ikkimizning Uyimizni unutib qolganingiz qat'iy bo'lmadimi? Ikkimiz ming bir jafoda setib olgan uy tursa. Oyay, bu yoqqa keling ha. Bir narsa ko'rsataman. Qarang ha. Qarang, bu ikkimizning to'yliq rasmi. Chiroyli mikan? bizning to'yimiz. Oldin qattiq texid. To'y xatir kunimiz bo'ldi-ku. Ikkimizning to'y xotir kuni. Endi bularni ko'rib beqing. Qarang, bu suratlarning hammasi ikkimiz hayot qilib qoldirgan xotir suratlar. O'z qo'lingiz bilan mushak chaplagan esingiz keldimi? Kechiring Asma. Men rostla hech qanday ishni eslolmayapman. Bo'pti, kechiritay. Hech qisi yo'q. Tushunaman. Bo'ldi, yuring. Qarang, bu uyda hamma narsa to'liq. Necha kundan beri sizli kam qolgan edingiz. Hozir sizning yoningizda men bor, mening yonimda siz bor. Haras, qo'sig'ingiz ochdimi? Azroq. Men tamoqdek o'xshaydigan bir tamoqxona bilaman. Shu yerga berib tamoq yeb kelaylik. Mayli. Kiyimingizni almashtirib chiqing. Mush kiyimim bo'ladigan-da. Bo'lmaydi, almashtirib chiqing bo'ling. Bo'pdimsa. Yuring. Tamoqdan eling, sovib qoladi. Sizlar buyurtgan ko'kera ichimdagi keldi. Qani elinglar. Rahmat. Rahmat. Bahozir ichim. Rahmat. Chaqqan yana sovib qoladi. Kokira rostli yaxshi ekan. Tamoqni singdirdi. Men burundan mush ichimlikni yaxshi ko'ramdim. Kokira deb og'zingizdan tushirmaydingiz. Tamabak payz deb ichishga amroq edingiz. Ney yo'q chog'larda yana qanday o'zgarishlar yuz berdi. Siz Sizga bir ish bo'lmagandi? hech nima bo'lmaydi. Tamoqimizni yeveraylik. Tamoqdan eling. Bo'ldi, qaramang. Balkim qasdan qilmagandi. Tamoqimizni yeveraylik. Eling. Ulan tonimsiz? Yo'q, tonimayman. Emsi nimishqa? Bilmadim. Ular bilan tang bo'lmaylicha bo'ldi. Ular misyaning diktaklari. Hey! Ne bo'ldi? Hey! Bo'ldi, qiling, bo'ldi. Jidal chiqdi. O'zimizga avvarchilik topmayli o'tiring. Oh, sağ ol. Ulardan tang bo'lmayli. Biz bir yo'ldagilar emas, chaqinroq yeb ketaylik. Bularni ular bilan karimiz bo'lsin. Bersamda. Tabii. Hey! Ne bo'ldi? Bak baqiraysan-ku. Qaniga jirtilib ketmisan? Urib yetadigan o'xshamamsa, ha? Urib qo'yamda nima bu? Shuni deyman, ha? Alpozing bak yomon-ku, ha? Qanday tutish baqamsa, ha? Odam yeb qo'yamsa nima? Chiroyli qizlar o'tirib olib, bek yug'nab ketgan o'xshamamsa? Ey,
Nimda chiroyli qiz bu. Yov ketdi qiz. Oyat o'tiribdan ko'zimni yig'in yeb ketgan bu. Nimda chiroyli, ha? Chashtirni qaradi qiz. Va, sombol. Sombol. Tam o'tiramda. Omaq. Tam o'tiramdiq ya. Qolib ketaylik. Ha? Eleklaylik. Nima aqsoliq buningga? Safran bormi? Nima bo'lding? Tez qaçaylik, tez. Safran. Sizga bir ish bo'lmagandi? Baya nima ish bo'ldi? Boshqalar kelishdan burun biz ketmasak bo'lmaydi, tez ketaylik. Yuring. Bayatın kontrolluğum to'liq yo'qotdim. Men nima ish bo'lgandi, faqat bilamadim. Qanday qotdi? Saqlab turing, men dorayib kelay. Zeyna kızım. Zeyna. Oy kızım, ne hakikaten adamı ensirtip, menden ayrılmay durun kızım. Belki kessiniz, ensireydikken mi? Bu da isminizni Zeyna deb chaqirganima yenimda paydo bo'luvchimi, qizim? Ma'qul opa. Yuring. Sizden menge ayrılıp kalmışsamla bo'ldi. Ben bir dostumla uyga kelgandim. Meni konuşup deydi o. Zaten bir iki saat yoki bir kun unutib kelsangiz eshitdim.
meni tinch qo'ymaydi. Oyun endi başlandı. Zafra, Zafra, Zafra. Doğrunu ip geldim. Nemish bo'ldi? Nimandaq odam ko'piganda qaraysiz? Bo'ldi. Qon to'xtagandek turdi. Qolganini uyga berib tangayli. Bo'ling-a. Bo'ling-a. Sizlar nimandaq odam aldash qusta? Bir qitim bo'lsa gapinglarda tursanglar nim bo'la? Nimandaq odamni jil qilaversizlar deyman, men qayta demdim. Malni darhol akab berman dedinglar, ma'qul dedim. Yolg'on gap qilib yetkazib bermagan xatolik sizlardi-ku. Haqiqiy saxtibazlar sizlarni desa bo'ladi ekan. Bu odamlar nimandaq bo'lib ketdi deyman. Ishonch degan narsa qolmadi-ku faqatla. Bular bir-birini aldab g'ajabda yurgan. Samimiyat degan narsa qolmabdi. Mehr muhabbatmi shu? Faqat xo'shim qilmadi bu yolg'on gap qiladigan saxtibazlar bilan. Xuddi sizdekmi? Bu nim deganingiz, men nima ish qilibman? Mening xotiram asli keldi Asma. Sen faqat o'zgarmabsan Asma. Agar mening xotiram asli kelmagan bo'lsa, meni davomli aldab yuramding. Yolg'on er-xotin hikoyasi bilan meni changiliga mangu kirgiz olay degan biting. Sen nimishqa men bilan qolasan? Gap qil. Zaynab bilan men qolganim yetmagandek. Har xil bahona sabab bilan yanimda cho'riklab yursan. Esimda qilishchi, men oldin qitim shundoq aniq ta'vatgan. İkimizning munosabati olli-burun og'irlashgan. Men ballatli do'stladimmi emas? Endi seni ko'ra ko'zim yo'q. Yo'qol. Bo'ldi. Men nima ish qildim? Nima ish qilib ayblab Sen nima ishlarni bilib turib menda yushursan. Yushuribsan degan men nima qildim? Da oldidim. Hozir saqaydan. Ayni vaqt kalloq joyida bo'lmasa qanday tushunlar olayman? Esimni yo'qotgan bilan men sarang emasdim. Sarang olmagan bilan hamma narsani unutgan bilamsan. Unda xo'sh nima bo'pti, ha? Yana tushuntirgan bo'lsang, men tushuntirishini anglaydim-ku. Ammo sen meni tushuntirib baqdingmi? Sen tushunmaysan. Asmaning sen uchun qilganlarini o'z ko'zi bilan ko'rdim bilamsan. Bu menga o'yin qo'yma. O'yin? O'ylab gap qil. Sening opang bormidi yoki dadang bormidi yoki biror urug' tuqqaning bormidi? Halingdan xabar oladiganga. To'g'ri, mendek bir do'sting bor, lekin mening xizmatim bor, oilam bor, bolam bor. Qaysi biriga yetish bo'laman? Agar xotiram asli kelmagan bo'lsa, sen Asmaning o'yiniga davomli moslashib beramdim. Zafron! Sen nima qilgan bilishib olsan deymi? O'ylab gap qil. Nazarda men nima? Bir qitim bo'lsa bu menga rosa qilsang bo'lmabdi. Yoki ishchilarning boshqa qarzi bormidi yo? Soqchi degani senda kulamda? Sizning nari soqchi? Eng yaxshi sen istiboba. Hatta qo'lingni, sana ishimi degim yo'q. Sendek do'stimmi yo'q? Sen oxir qitim askartib qo'y, Zafron. Sen davatgan o atalmış aldamchi sen uchun jendimi ketishga rozi ekan, anladingmi? O dunyodagi sen uchun faqat sen uchun birdan bir badal to'lashni xohlaydigan ahmoq qiz. Asma sana nima yomonlik qildi? Odam degan qilganini bilish kerak, Zafron. O'zingni shunchalik sho'ngchaqlamsan. O bichora qiz hatto ishqimi bo'lmay sening holingdan xabar oldi. Sen bir erkek bo'ldingmi? Ko'vrikdan o'tib olibla hammani unutma, Zafron. Dil og'riqining jazosi bor.
Men demekçi Mening sizda ko'gim yo'q, Safron. yangi yilingizga muborak bo'lsin. Mening bugun kelishimdagi sabab sizdan kechirim so'rayman, Asma. O'tganda men kayfiyatimni kontrol qilib ololmay sizga qo'pol tegib qo'ydim. Men ishlarni tafsili o'ylashmay qolibdiman. O'zimmi baxijil. Lekin sizmi bilasiz, yaqindan buyon nurg'un o'ngsizliklarga uchirdim. To'g'ri, mening qinim sal qiziqroq. Ferdin menga hammani dedi. Bir kecha o'ylashdim. Haqiqatan xato qildim. Kallamdan nurg'un ishlarga haqiqatan javob topolmay qoldim. Shunga ba'zida o'zimni kontrol qila olmay qoldim. Ammo endi diqqat qilaman. Meni kechirib o'tasizmi? Kechirib Bundaqlı emas. Tuzukrak demamsiz. Men hozir jiq o'ylandim. Men demakchi bundaq oddiy emas. Men hozir qiynalyapman. Chunki kiramadim. Nega? Yuragingizga. Ay nuru yurutamadı bu geceni. Sayem o elip kaçtı menden özeni. Ötküzgenler pesilde yanımda var idi. Her nefeslerimde seninle söygen idi. Gözümü yumsamla görüner idi Sımayı. Gidip kaldım yüreğime giremedim. Giremedim yüreğime. Giremedim, giremedim, giremedim yüreğime. Giremedim, giremedim. Ay nuru yurutamadı bu geceni. Sayem o elip kaçtı menden özeni. Özeni ötken her pesilde yanımda var idi. Her nefeslerimde seninle söygen idi. Gözümü yumsamla
Görüner idi simayı Kitip kaldın yürüyüşüme giremedi Giremedim yürüyüşe Giremedim 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 yürüyüşe Giremedim Giremedim Ay nuri yürü tanıdı bu geceni Sayem o ilip kaçtı menden özeni Ötken her pesilde yenimde var idi Her nefeslerimde seninle söygen idi Gözümde yumsamla görüner idi simayı Kitip kaldın yürüyüşüme giremedi Giremedim yürüyüşe Giremedim 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 yürüyüşe Giremedim 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 yürüyüşe Giremedim sen kalbinge Giremedim yürüyüşe Giremedim sen kalbinge Giremedim yürüyüşe Giremedim 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 yürüyüşe Giremedim Giremedim Bu bolsa siz Ahmerbay tish doktorxonamizga kelishdan bir oy burunqi tishingizning oldi. Bu mushtlashganda kamtik bo'lgan tish ahvolingiz. Siz davolanishni qabul qilib bo'lgandan keyin tish ahvolingiz hozirgidek munda holatga keldi. Endi bo'lsa tish yiltizingiz zaxmlanmagan. Shunglashqa tishingizni qaytadan davolay oldik. Undaqda bu ahvolingizdan siz rozimi? Albatta rozi. Ayni vaqtda biz kelganda tishim benormal bo'lib qolarmi yoki burunqi holatidek bo'lmay qolsa qanday qilaman deb nurun andishida bo'lgandim. Lekin hozir saqaygandan keyin mana hech qanday emas. Shunday yaxshi. Ha, sizga desam bak talay ekansiz. Siz mushlashganda tish yiltizingiz zaxmiga uchirmag'ashqa biz qayta davolash ep boraladik. Agarda mush tish yiltizingiz zaxmlangan bo'lsa, tish sog'lomligingizdan ayrilib qolatdingiz. Siz eng yaxshisi mushlashni to'xtatsangiz bo'lg'dak. Tish bir qitim tushib ketgandan keyin qayta unmaydi. Pushaymon qilganning foydasi yo'q. Tish go'zalligimi muhim tursa, ha? Navadiyana tish masalasi ko'rilib qolsa, darhol bizning Ahmerbay tish doktorxonamizga kelsangiz, har qanday tish masalangizni hal qilib beramiz. Texnikamizning yaxshiligida gap yo'q. Albatta, bu Ahmerbay tish doktorxonasining danqini xili burunli anglagan. Bu qitim haqiqiy o'zim his qildiganga bir fursat bo'ldi. Mulozimatinglardan ham davolash texnikanglardan shundoq rozi bo'ldim. Biz cho'qim yana ko'plagan kishilarga tavsiya qilamiz. Rahmat sizga Zafron. Sizga ozroq ko'ngil so'g'imiz bor. Bu Ahmerbay doktorxonamizning tish yuz suyuqligi va tish pastasi. Buning foydasi bormi? Albatta. Rahmat sizga. Undaqda boshqa ish bo'lmasa biz mayli. Meni 2 minut saqlab tursangiz, tekshirish joyida sizning kasallik tarixingiz bilan Michael's qaytib ketdi. Ma'qul. Ma'qul. Haras. Hadi başqa ishingiz bormi yo'qmi? Yo'q, hech qanday ish o'rinlashtirmadim. Qanday deysiz?
sizden bir savol sorgum kelyapti. Qani so'rang. Kichik vaqtimizda ikkimiz shundoq yaxshi o'ynab chong bo'lgan. Kichik vaqtimizda bak shoq edingiz. Nada urush bo'lsa, shu yerda bor edingiz. Nurg'un bolalarni bo'zaq qilib o'ynaydingiz. Men o'qishdan qaytib kelgan vaqtimda boshqa bir odamni ko'rgandekli bo'lib qoldim. Sizda o'zgarish bakli cho'ng. Taqdirga jihatdan bo'lamdi yoki boshqa jihatdan bo'lamdi? Bu nimishqa? Anlag'ingiz bormi? Albatta. Siz meni obdan tushunasiz. Esingizdami, kichik vaqtimizda davomli sizlarning uyga kirib birga o'ynaydik. Har qatim sizni bo'zaq qilsam, shundoq xushib ketatdim. Siz bak yig'lab o'tdingiz. Sizni emas, mahalladagi barliq bolalarni bo'zaq qilsam, xuddi o'zimni qahramon bo'lib ketgandek his qilatdim. Bolaligimda haqiqatan bak kapsizgan tuxman. Hozir o'ylasam, biroz xijil bo'laman. Ondan keyin harbiylikka ketdim, buni bilasiz. Shuning bilan harbiylikdan yan qaytib kelgan vaqtimda aldirab xizmat qilmadim. Bir mahal aram oldim. O vaqt dal sizning o'qishga ketgan vaqtlaringiz edi. Shuning bilan oramizdagi aloqa bir vaqt uzilib qoldi. Orliqdagi bir kuni hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Harbiylikdagi vaqtimda dadamdan ayrilib qoldim. Dadamni bilasiz-ku? Yozuvchi. Nəhayət yuvaş yumşaq mahalladagilar davomli dadamni chaqchaq qilib Sardar yuvash deb chaqirishadi. Dadam bilan mening mijozim osmon zamin farqlanadi. Mening qiziqqan mijozim taraqqiy qildi. Qaytib kelib nurg'un do'stlarni tutdim. Ular bilan o'yin tomosha, urush jidallar bilan nurg'un vaqtimni sarf qilib etdim. Ammo opamning orzusi amalga oshmadi. Opam sen cho'qim dadangdek odam bo'lishing kerak deb menga bek ko'p nasihat qiladi. Dadamdek bo'lolmadim. Men yana davomli jamiyatdagi bolalarning keyniga kirib o'yinimni o'ynaverdim. Men hozir o'ylasam, shu chaqda uydagilarni bir haqiqatan bo'lsa-mu xotirjam qilib boqmabdi ekanman. Ular mening g'imimni yepli o'tdi. Birdan bir o'g'lim baxtli bo'lsin deb bek arzu qiladi. Ammo menchu ularning kutgan yeridan faqat chiqolmadim. Opam doim menga sen cho'qim dadangning izbosari bo'l deydi. Dadangning 10dan 1chilik odam bo'la olgan bo'lsang, men sendan mangu rozi deydi. Biroq ular daverdi deb men o'zim bilgan sanamga dassab yuravergan bo'ldim. Bir kuni sirtqi vaqtimda tuyuqsiz bir telefon keldi. Opam qazo qilibdi. Bechora opam eng oxirgi tiniqlarda, eng oxirgi minutlarda menga sen dadangdek odam bo'lamading deb uchur qoldiribdi. To'g'ri. Men dadamdek odam bo'lolmadim. Bo'libmi? Opamning hayoti vaqtida. Ammo elamni kechikmayman deb o'ylayman. Shunga opam uchun o'zim boshqacha, ya'ni dadamga o'xshash holatda, yangi qiyofatda, yangi turmushda opam kutgandek odam bo'lishga davomli tirishyapman. Opam hayot vaqtida u kutgandek odam bo'lolmaganligim uchun shunga o'zimni jazolab qaytadan yashayapman Asma. Zafron, maykingiz bilan materiallarni akab qo'ydim mana. Ma'qul. Mayli. Ma'qul.
Anlasam men doktorxonadagi vaqtimda holimdan xabar olaman deb izchil ish qilib bormabsiz. Yo'q, bormadim. Qaysi ishning muhimligiga qarayman. Sizga qattiq tekkan vaqtimda ko'nglingiz azor yeganda pushaymon qildingizmi? Pushaymon qildim. Ko'nglim yerim bo'ldi ishim. Anlasam xatirang aslik kaptı. Aldırap xushab ketme. Men seni hergiz boş qo'yatmayman. Eyki bolsa mening bir qo'saq inam. Sen onunla qanchalik qilgan bolsa, men sana nechasi ortiq qaytirib berman. Sen xato odamning tishiga tegib qolding. So'kdak. Yo'q, Zafran, bu mumkin emas. Yaxshi o'ylan. Sen nimishqa doim menga ishonmaysan deyman. Sana ishonmaginim emas. Biz Eykening barliq materiallarini tekshirgan tursak, bu faqat mumkin emas. Uning zodi urug' tuqquni yo'q. Sen chuqum xato qilib olding. Amsi men sarangmi? Ne vaqt bu ishga dilo turg'izib boldik. Eykenimi qo'lga ep boldik. Zeynaning ishining sana ig'ir kelganligini bilaman, Zafran. Ammo bu diloga chetishlik hamma odamni qo'lga tushirib boldik. Men sana Eykeni ko'rdim demedim. Uning bir qo'saq aksini ko'rdim. O'z qo'lim bilan oldim deyotiman. Hozir uning aksi qisasi oldi. Sen Emdil doktorxonadan chiqding, Zafran. Kallangni bir mezgil tinishinish kerak. Sana deganing foydasi yo'qligini bilardim. Yo'q, Zafran, sen o'zingni besib olib gap qil bo'lamdi. Xotirang to'liq asli gap bo'lmagan bo'lishi mumkin. Men sarang emas, ham kasal emas. Men seni sarang dedimmi? Sen degan bir qatim xotirasini yo'qotgan odam. Xotiramni yo'qotganim bundan keyin oqarni farq etamaydiganlardan derak beramda. Sen menga ishonmayapsan. Sen shundaqmi? Undaqda Asma uchun. Asma Nahmaydonni o'z ko'zi bilan ko'rgan bir guvochi. Gap qiling. Asma, siz ko'rdingizmi? Men chiroyini aniq ko'ramadim, lekin ularning bizga hujum qilgani rost. Zafran, qara, Asmaga u nima deyotdi? Sen qalbingdagi nafratni hozirgi bu ishlarga bog'lab olding. Sana boshqalarning hujum qilgani aniq, ammo ular zoti kim? Men hech qanday ishni aralashtirib olmadim. Ma'qul, bo'ladi. Asma u vaqtda bo'lgan bilan mashinaning yana bir tarafida edi. U vaqt men qattiq tayoq yeb yerda yotgan vaqtim. Bu qitim u meni yana bir kelgan hech qanday niqoblanmagan. O'z qulqum bilan degan gaplarning hammasini to'liq anglab, ondan jazm qildim. Bu meni tushum emas. U menga aniq qilib Eyki uchun qisas oladiganligini dedi. Bu ish o'yinchilar oddiy emas, Verdon. Bu uzun muddat planlangan suiqasd. Ammo sen tushunmayapsan. Zafran, gaplaringni tushundim, ammo deganlaringni rostligi qanday ishlayman? Rost. Buning hammasi rost. Zafran. Anlig'im rost. Men vaqirma gap qil, Zafran. Sen bosh vaqirding. Qo'l qilinglar. U ishni Eykini aks qildi deydigan isboting bormi? Qo'lingda paket bo'lmasa, men nima qila olaman? Yordam qilamsan, dipini uch qilsang bo'lmamdi. Sen rost gap qilmaysan, qanday yordam qilaman? Tentakmush oddiy kallamni o'zing saqchi deb o'ylamsan? Men siz do'stim deb bu gaplarni qilyapman. Bo'lmasa saqchi degan chiq. Sen qachon meni do'stim ko'rib baqding? Sen nima ish qidoyim pasib turib, menga ishonmaysan. Ishongachga ikki oyog'ini olayotiman. Zafran, qan chiqmaganda doktor sumkasi. Men
doğruxanaga chiqib kiray. Sana bir şey olmaganda? Voy bo'ldi menga yolg'onni izlab chiqmagina. Zafran to'limaga zahringni chashma bo'lamdi. Zaharni men chechotdim. Yaqinda birisini tanıyamay qilyapman. Udaqda sening man qilgan muomalang-chu. Ben seni muhim bilganligim uchun har qanday qishni sen Endi men yomon qildimmi? Bir qatim sana yomonlik o'ylab baqdimmi? Undaqda demiş boy deganlarga Sana ishonmaysan. ishonmaginim emas, balki reallik bilan kuchni ayirib Ben sana beryapman. ne çıkırdım dedim. Ben kisel emas. Ben sarang emas. Senin nazarında ben sarang şudak mı? So'rang demi deb yaxshiroq o'ylab baq Senin deyapman. sağ çok qilganiga hayron qilyapman. Xizmatingni yaxshi ishlasang ishla, bo'lmasa istiqbol ver. Natonish numur. Ovozni echib et. Anglab baqayli. Echib gap qila. Zafran Serdar degan siz shumi? Ha, men shu. Kim o? Men sening dadang. Ayta, sen kim? Meni buncha tez unutib ketishingni o'ylamabdi ekanman. Biz ko'rishmagili endi 48 soat bo'ldi. Sen zodi kim? Askartash, ism, telefon nomer so'rashga ruxsat yo'q. Emsi nima qilmang arqa-arqadan zarba beraversan. Chunki mening shunday qilg'im bor. Aramızda qandaq o'ch adovat bor, hammani bilishim kerak. Agar aramızda ziddiyat bor deyilsa, sening mush qilganlaring bilan aramizga ham ish tugami? Yaxshi bo'lib ketami? Agar mushtaq ketaversa, bu ishlar texmi yo'g'inab, ikkilimiz uchun yaxshi oqibat chiqmaydi. Sen qo'rqyapsan qanda? Aykini saqchilar topshirib bergan vaqtingda ajba qo'rqmaganmisan? Sen asli baltirab qo'rqishing kerak. Demak, sen Aykining o'z aksi, shundaqmi? To'g'ri. Oldin qaytim qulqinga dappaginam esingda ekanda, ha? Muborak bo'lsin, xotirang bag'ancha asli kelyapti. Ammo sening qabohat tushiring endi boshlandi Zafran. Sen inoning qisosini olmoqchi, shundaqmi? Bu ish undaq oddiy tugamaydi. Eng oxirgi nafaslaringgacha badal to'laysan. Sen emas, hatto son munosabatli kishilarmi sen bilan tang badal to'laydi. Sen nima qilay deysan? Men hech nima qilmayman. Ammo Zaynoning o'limini sana yana bir qitim eslatib qo'yg'im bor. Atrofingda paydo bo'lgan har qanday bir sohibchamal va yoki och singlaring bo'lsa, sana shu oqibatini yana bir qitim ko'rsatib qo'yaymikin deydi. Sen bir oila kishilar hamma o'xshash dach qol. Ochiqlatma. Ochiqingni hech kimni qutuldirolmaysan. Ha? Ammo bir yo'l bor. Faqat men bo'ysunsanglar, hech qanday ish yuz bermaydi. Inimning qisosini elish to'liq oddiy. Biz o'yinni yuqori pallaga ko'tarmasak bo'lmaydi. Sen faqat men moslashib o'yinni yaxshi qo'ysang. Yo'qol. Endi sen o'yin bermayman. Men bak aldirash. Avval bu ovozni anglab baq. Balkim qaroring o'zgarib ketishi mumkin. Gapira. Safra. Asma. Safra. Asma. 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 Gap qilma. Sizlarda. Asma. Sen zaten nima qilmoqchi? Sen zaten nima qilmoqchi? Har qanday ish bo'lsa, ikkimiz hal qilamiz. Agar uning bir ish yo'q qolsa, seni bosh qo'yib yotmayman. Eng yaxshisi mening deganimdek yuvosh bo'l. Shunda qilsanglar, uning hech bo'lmaydi. Uning terisi nima degan yumron, ha? Nima degan oz. Sen bir oila kishining hamma iflos. Uni bir tal mo'yiga tegishiga ruxsat yo'q. Angla, bu ish ikkimiz o'tirishga o'g'illarning orasidagi ish. Qizlarni aralashtirolma. Men buyruq qilyapsan, ha? Men nima qilsang shuni qilay, lekin Asmani qo'yvat, ma'qulmi? Ma'qul. Uning bu ishlar bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qo'yvatsam bo'ladi. Ma'qul. Qachon? Nerede? Men adresini telefonuga yo'llab etdim. Ammo bir haftadan keyin ko'rishimiz. Agar saqchig'im ma'lum qildi ekansa, hayotidan ayriladi. Ma'qul. Kepim aniq bo'ldimi? Ma'qul. Kelishdik. Xayr xo'sh, aqpishma. Endi aldırma. Seni aldattırma. Vay ben kendilerimden hemimizi rast geldim bu. Sen izcil bana işlemeye geldin. Nimde gibi işlemeysen. Acaba ben bir saram gibi. Hem de anladın mı? İşledin mi? İşledin mi? Ben hata ettim mi? Acaba ben bir saram gibi. Zafran o'zingni besi var. Hem de herkesin de vaqt geldi. Hem vaqt hamidi. Qonun bo'yicha bir taraf qilamiz. Xotirjam bo'l. Sen izcil bana işlemeye geldin. Sovuqqan bo'l. Qo'yvat. Zafran Qonun bo'yicha qo'yvat. qilamiz. O'zim hal qilaman. Buni men bilaman. Ammo ular asman tutyapti. Zafran o'zing tutib ol. Biz qonun bo'yicha bir taraf qilamiz. Buni bilishing kerak. Tartib bo'yicha ish qilishimiz kerak. Biz avval yuqoridagilarga inkos qilaylik, ondan harakatlanaylik. Sen qonmi, qulqon gasmi? Bayatı yoqqa u degan gaplarning hech qaysini sen anglamadingmi? Saqchi Zafran, tartib bo'yicha kelishimiz kerak. Bu sen chaqchaq qilayotgan bo'lsa yoki qo'rqoq selayotgan bo'lsa-chi, unda hayajonlanma Sen Zafran. zaten nimani o'ylayapsan? Ularning qo'lidan har balo keladi.
Sen onu bana çakçak kıvardın deb Git, o'ylamadın onu sen. ağladım. Ben sen kayıtlab tushuntirib qo'yay. U dedi. Agar bir tas soch ko'rib qolsam yoki bir sochning ovozini olib qolsam, uni menga ko'ramaysan dedi. O'ylab baq Ferdon. Men yana qanday qilishim kerak? Bu ishlarning hammini men o'zim keltirib chiqargan turib, yana uning tuxum bo'lsa qarab tursam bo'lamdi. Hamma ishga o'zim ega. Jon meniki. Zafran. Ferdon, gapimni angla. Sen hamma ishlarni obdan bilasan. Men Zeynadan bir qitim ayrilib qoldim. Bu azobimni hech kim tushunmasmi? Sen tushunsan. Endi Asmodan ayrilib qolg'im yo'q. Uning hech qanday ish bo'lmasligi kerak. Asmo men sababli har qanday bir pechkanlikka yo'liqsa, men endi o'zimni kechirolmayman. Tushunding? Zafran. Ha? Rasma? Rahmat. Bağın. Men hozirla qaytib kelaman. Sizlar nima odam? Shuncha tez unutib qoldingmi? Unutib qapti. Mavju, nima narsa bu? Buni unutib qolmagansan, ha? O'tganda oshxonadagi vaqtda bizni urib qahramon bo'lib ketib olmanda. Endi urib bizni, ha? Buraya. To'xta. Buni menga qo'yib qarab tur hisobda qanday olamanki? Buni-chi boksер xaltisi qilib Endi o'tma. qo'rqansan? Ana o'shani amti qila. Ha? Ko'rdingmi? Do'stlarim yomon ekan. Bugun sizlar bilan o'ynashib beramayman. Muhim ishim bor. Kechikib qolsam bo'lmaydi. Meni mang'ilib qo'y. Bu ishlarni keyin hal qilaylik. To'xta. Ko'zga motamsa, biz Ha, kuch ko'rinib qo'rqib qadoq qochmoqchi. kesanga. Meni bir do'stimning belini sundirib aytdan, yatida doktor qanda qiynalib ketdi u. Bugun o'chalmiz biz. Ems kechirim so'rayman. Men ayrim bir kuni uni yo'qlab boray. Nima? Yo'qlaymi? Yo'qlab boray deb Bugun ketdingni. qo'lingni urib chiqib aytma. To'g'ri. Qo'lni Anda men yo'qlayman. Nim qilay deysan? Sen bilan usul o'ynamayman. Aning qissasini olmayman. Qana qilay. Bugun butun gumpanni chiqsilab, seni qopamas qilib aytaman. Pushaymon qilsan. Pushaymon qilsa? Qo'ychiligini. Pushaymon qilandik. Biz pushaymon qilandik. Bizning kimligimizni xumotabsan sen hozirgacha? Sen qarquma. Kim atabsa biz to'rt. Kim taqma bizda? Biz to'rt. Qo'ychilik qilib ketgani qara buni. Chiqinglar. Qo'nglar. To'xta. To'xta deyman. To'xta. O'lsa. To'xta. Oyoqda.
Tez git haydi bu ne? Xayrlik səhər səsi Səfran. Xeyli uzun uxlab aldın. Uyqun qanğandı? Esma qayerdə? O naydı bexatar yedi ənsirmə. Seni bək yamandaydı o. Bugün bir tutuş baxmaqdı. Be, seni bək qəhrəmandaydı o. Bizgi müşetib közümüzde içib koymamsa. Kol yandırmamsa, ha? Çile. Endi qo'l yandıran o'chi. Düşkən müşkdak bo'lib ketding o. Ha? Qani bizni ura. Alın muşimiti. Bugün bizni urib yiqitmasan, ko'gilingni ko'stiman. Esma nerede? Avval sen biz bilan azroq o'ynashpasan, ondan uni qo'yib o'tamiz. Nochi olsan, qo'limni yeshitib ketdi. Bizga shart qo'yatamsan, ha? Kolunu tat. Endi nochilik qilganini bir ko'ray. Endi jim tur. Manga qo'l yandırgıdak bo'ldingmi? Ha? Hey, jim tur. Yana qarshilashmoqchimi? Qiz bolani urabsan latta. Nima, jining tumshug'iga kelib qolgandimi? Nochilik qilyapsan? Biz Esmani qo'yib o'tishga deyishib bo'lgan. Uni hozirlik qo'yib et. Uxlamay tushkama. Ishonmasang akangga telefon qilib so'rab baq. Ma'qul. Bu arzoyingga yetkazay. Nima chaqqan gap qil? Yaxshimi aka? Bu soltak qiz bolani qo'yib o'tinglar deb turib oldi. Bir xotirsini yo'qotgan odamning gapiga olinib yurishdingmi? Bir top yarmaslar. O'g'il bola bo'lgandan keyin gapingda tur. Oy, Safran. Bu senmi, ha? Menmi botin desang bo'lmamda. Ha, kechirgan. Men xato gap qilib qo'ydim. U bir nimani qo'yibsan bo'ladi. Ammo sen menga shartsiz bo'ysunishing kerak. Men sening g'olchang emas. Ondaqda meningmi sening gapingni olishimning hojati yo'q. Hey, jim o'tir. Uni qilma. Erlar so'rinlik ishga ayollarni aralashtirmaymiz. Qanday gaping bo'lsa, menga de. Uni qo'yib et. Avval gapimga javob ber. Dinimda qilamsan, qilmamsan. Agar yana bo'yin qattiqlik qilsang, kaglikning hammasi shu bichora qisqa keladi. Degina.
Senin айлық сақчағына менің хакер достымны қолға түсіріш үшін Көкера мекмаханасының ярасты машин тоқтыш орныға пістірмі қойды. Sen bugün hacker dostumni saqchining qo'lidan saq salomat qutuldirib chiqishing kerak. Balkim yana yarim soatgacha uni saqchilar qo'lga olishi mumkin. Sen darhol beri uni qutuldirib kel. Sen rastını sarangopsan. Bu iş kanunga xilaf. Qonunga xilaf? To'lib bilchirlamay, deginimdek qil. Buni odatdagidek talla bozorga kirib, mal o'g'irlab chiqqandek oson ish chaqlab qaldingmi? Men san bu ishning qanchalik tasligini aytib berdimdim. Qilamsan, qilmamsan? Qilmayman. Hey! Hey! Uni urma deyapman. Uni qo'yvat. Hey! Sen yana boshqa talishing bor deb o'ylamsan? Yaxshi ko'rgan odam uchun bunchalik badal to'lash normal ish-ku, ha? Bu ketim gaping turamsan? Albatta. Rostmi? Rost. Xotirjam bo'l. Sen do'stimni qutuldirib chiqqandan keyin men Asmonni qo'yib yetaman. U sog' salomat uyga qaytadi. Albatta, ishimizning ishiga kelsak, biz ayrim paranglashib olamiz. Rost. Yana bir ishni unutib qoptiman. Sen bugun soqchilarning oldida Zaynoni men o'ldirgan deb Aykini oqlab chiqishing kerak. Shundala Ayki gunohsiz deb berilgan jazo bekor bo'lib qutulib chiqa oladi. Shuning bilan hamma ish tugaydi. Sen sarang oldingmi? Ha? Bu bir jinoyat. Bilamsan? Bütün hayatım nabut bo'ladi. Sen bilan mening nima chatirim? O'zing tergan ishning oxirini o'zing chiqarishing kerak. Kechir. Men qilaman. Hey! Kim oldu? Uni qo'yvat dedim. Emis bunimiz Zeynoning yeniga yo'l qilib qo'yay. Yo'q! Oxirgi qarorni chiqar. Men hargiz qilmayman. Undaq uning texmi kerak qolmadi. Qilmayman. İşte başlama. To'xta. Oy. Qanday qarorini o'zgartdingmi? Yaxshi o'ylash. Sana boshqa tanlash yo'q. Ma'qul. Endi bo'ldi. Lekin Ha? cho'qim gapingda tur. Albatta. Xotirjam bo'l. Lekin mush bir qitimla. Ha? Endi qilmayman. Chatoq yo'q. Biroq Asmonni qo'yib o'tishing kerak. Bo'lamdi? Albatta. Bu jihatda menga to'liq ishonsang bo'ladi. Kupa. Bizga yaxshi maslash. Sirtda loyiqingning oxiranglik mashinasi bor. Shuni haydab mansang bo'ladi. Bu bo'lsa biz o'z qo'limiz bilan loyilagan o'rin belgilash sistemasi saplangan keyin buning yana surat kelish, ovoz qilish iqtidorimi bor. Nayrovozlik qilaman dema. Bu kiyimni sen salolmaysan. Chunki bo'yningga po'lat sim bilan o'rib etimiz. Bu 3 talsimning birisi o'rin belgilaydi. Ikkinchisi bo'lsa ovoz qiladi. Uchinchisi bo'lsa biz barliq ishlarni surat orqali ko'rib tura olamiz. U qo'zg'aldi. Endi sen har qanday joyda buni selib etmoqchi bo'lsang, bizga bevosita uchur keladi. Eng yaxshisi yuvashlikcha maslash. Nayrangvozlik qilaman dema. Mana. Men tezlik qaytib kelaman. Qo'rqmoqsiz ketishim. Az gap qilib mana.
Mana. Yavaş bol. Kallanın derdi var mı? Mana. Mana. Yavaş bol. Ula. Yekikeme! Zefran. Nimiş kılıp sen? Yekikeme dedim! Zefran nimiş kılıp sen? Yekikeme! Sarang oldu mu? Yekikeme! Aldığım ama! Bunu oldu gün taşla! Taşla! Sarang olup kaldın mı Zefran? Hiç kaçtı yekik gidişme! Zefran. Yekikeme! Çikin! Undakıma. Lan yak batma! Çikiniş! Özünü bisi var. Zefran zaten neymiş oldu? Hadi çikiniş! Özün bir Sen sor. mi şu? Özlemde bir Bu adetim ama be! Bomuza! Emmige ağır sistemliydi ben! Özün bisi var Zefran. Undakıma. Akıllı işitti beni be! Özünü Ben bir sor. Zefran sen nimde atsan sarang oldu mu? Karım yok! Bana fakat Sen lazım! Zefran, Önü uzak geçip durma. koy! Onu cayını versem Özünü bir hemen sor. okşaşı yakşamaz! Sen kızı Özünü Allah'ıma bir sor lan. koyuver Zefran. Bana buyruk kadar sen gittin! Sen bir kendi çekildi Makul. oldu ben! Makul. Bu kıtım çokum gibimden alışın gerek! Makul Zefran onu koyuver. Sen nimdi sen şu. Bir Makul. yerde mağada kendim küçüşüm ama! Oldu mu? Özün bisi. Bunu kötü! Ha makul. Ben köreleden ayakı koy! Makul Bu makul. ne? Bu ne? Ben köreleden ayakı koy! Şöyle. Sen mi şu? Taşla! Taşla. Ulan Yırak! taşlanma. Yırak duruş! Makul. Taşlanma. Yırak Ulan duruş! taşlanma. Olduğum bir kadem baba! Taş, taş, Kenik taş. çikin! Bana, bana. Olduğum mama dedim! Komuşuluk senin Makul oldu be! Zefran. Makul. Katanası ahırda kadak boludığını sen obdan bilirsen, ha? Özün bisi var. Bu kılmışın cinayet. Beni ketkin koy! Kanunu obdan bilirsen Zefran. Ben demiş kılan kadağımda obdan biliver! Makul. Açıklanma Zefran. Undakıma. Makul. Buludu. Hemsi biz! Geliş olaylı! Olamdı! Makul. Emse kelim düşmanla! Bana verdim eyvallah! Bugün o çokum ben bile gidiş gerek! Zefran bu Ha? adam bilen kandak münasibettin ba. Yak! Çikin! Undakıma. Çekiliş! Hatalaşma çekin. Zefran. Beni ketkin koy! Başka talibim yok! Dikin bu neymiş Zefran? Bu neymiş Zefran? Avalı onu koyuverken andın çıraylık paranlı şeyli makul mu? Onu koy. Sen bana buyruk kıma! Makul ne hukuk işletmedim Zefran. Eğer dikini bir könmezsem şikayetimiz okşaş hatalı işimiz! Okşaş! Çözdün mü? Özcanı besi var Zefran. Zaten neymiş bunun sebebi depe. Ben sana bir mekbekliğin de birek! Emniyette Zeyna Hanım ben öldürgen! Nimdeden Zefran? Sen nimdevat sen. Senin kallan cahili bu. Nimdevat kılığını bilivatam sen. Burada kalayım kan yapsan olmaydı Zefran. Çok bir iş yoktu sana. Ağzını yum! Makul Zefran. Bu hemisi ben planlığa iş! Sen bundak geplerini kınma Zefran. Bu gepler kallan yetişim mümkün ağzın kegelini söyleme. Senin bu adamla zaten kandak münasebetin var. Sana kim besim işitmedi o? Hemmizde bana tuluk tepe. Ay ki azı günahsız! Bunda kalayım kan sözleme Zefran. Eğer bir gibi bana ispat olup kalıdı. Oldu bilen onu koyuver Zefran. İkimiz ayrı paranlı şeyle. Yırak duruş! Makul. Yırak duruş! Yırak! Çekin onlar, bırak dur onlar. Yırak dur! Zefran, özcanı besi al. Soğuk kan bol. Aramızda paranlaşmada gap yok. Bana fakat muş adam Soğuk gerek. kan bol Zefran. Her kandak iş bolsa ayrı paranlı şeyle. Eğer biz iştiğini kınma Zefran. Undakıma. Kolonu davamlık görek. Hayacanlanma ha. Kolonu götür. Makul, kolonlarını götür onlar. Kolonu da o yere koy. Makul, kolonlarını götür onlar. Makul. Senle ayrım değişim gerek mi? Kolonu götür. Mana. Yes. Mana. Sen okşaş. Götür he. Mana. Yeni çüşür olduğun bolsan. Dikkat Zefran, yemiş ka. Beni korkutadın da böyle karışma. En yakışsın bana maslaş. Çekin dedim. Bu ne? Makul. Onu koyuver. Hiç kaçsan bana geçme. Makul, Bana bana. hiç kime geçmesin. Bana. Aldığımı hiç bana dedim. Yırak dur. Makul. Geçme. Zefran, özcanı besi al. Her kandak iş bolsa çıraylık bir şeyle. Çekin. Vay neymiş bu? Zefran, Geçme. her kandak iş bolsa Çekil. çıraylık bir şeyle makul mu? Çekin. Herkes kızık kallık ama her kandak iş bolsa çıraylık bir şeyle. Kendini çekin. Yakın geçmedi oldu ben. Bana. Makul. Eğer sana o hayat kalmaydı. Makul. Zefran!
Zefran! Zefran! Onu bizga topshirib ber! Zefran! Kaynını saçlap oğlavatıdı. Ha? Bu adam bexatar. Bana işini ola. Sen sol taraftan. Ben ol taraftan bana. Bomum sığdağımızı bayqap kalıdı. Bayqap kalsa hemmimiz düşüşüme. Makul. Sen o taraftan ben o taraftan. Bildim. Ben sevletim. Düşüşüme. Ha? Aldıdan görüşelim. Konuşuver. Şundak olsun. Ne deyve? Şundak olsun. Bitola. Aynı bitola. Aynı. Aynı bitola. Vey! Vay. Bay meni saçlar qoğlap tutağıl tas kaldı. Yoldan ezip kaldım. Əbləq, sen bizni sarang çağlavatam sen. Sen çıkım kiyimini selivettin. Bak emez. Adamı kaçan almıştırmız. Emisi nemişki orun belgiler sistemisi toktap kalıdı. Sen tolu kumar kılıverme. Ben cenini alkınlık hep koyup adamını kutkazdım. Saçlar beni qoğlavat kaldı. Ben nene verip tağ yolu kırıp kaldım. Tağ yolunda signal tatmasak normal go. Ben hiç kaçan sizlerini aldap bakmadım. Sizlerin gepinlarını turmaydı kalıqlarını optan bilettim. Eğer bu adam sizlerge lazım olsa Esma'nı et gel. Adam alıştıraylı. Yakıp olmasa ordunu de. Evet, çütünki saat 4 bilen evetilgen adres boyunca şu yerge bak. Taşlandık iskilat. Anladın mı? Ama neyrangmazlık kılıdığın bolsan o kızı menge köremeysin. Bak bak, Akan'ın oyun oynamasını ümitliyorum. Hey, hey, hey! Geldi mi? Ne bulaksın? Ay bulakçı! Sakçı! Başından da bulak kaçtı! Sakçı!
Aybo, Ben Zafran, eni qo'lingni de. sen biz degan yerga kasar ichiga kirib o'qib burilsanglar bo'ladi. İçi kirib o'ng qo'l taraf. Birinchi iskilat. Birinchi iskilat. To'g'ri, hammamiz shu yerda kasalni ko'rsan. Uqdim. Odam qani? Oldi bilan Asmani ko'ray. Xeyli bo'p qoldi ekansan, ha?
To'xta, Zafron! To'xta! To'xta! To'xta, Zafron! To'xta, Zafron! To'xta! Men sen o'ylagandek buncha eski odam emas. Gapimni angla. Sening töven chekinga chaqchaq qildim. Obdan bilaman. Biroq oldi bilan sen o'zingni tutib ol. Menden mindab beray. Balkim sening ining bo'lmaganlik uchun qarindoshlik mehrning qandoq bo'lganligini bilmasliging mumkin. Men qara. Bir akining hissiyotini tushunamsan, Zafron. İnimga qilganlaring mening kalamdan faqat o'tmadi. Sen uni butunlay vayron qilding. O'zimni bilmayman. Bu qilayotgan ishlarim to'g'rimi, xatomi? Yaxshi odamga uvol qildimmi va yoki o'z yo'lda adivini berdimmi? Mayli qanday xatolik o'tkazishdan qat'iy nazar. Dunyolikdagi birdan bir inim. Sen qarindoshlik mehrini tushunishing kerak. Biz ikkimiz darli tamda cho'ng bo'lgan, yetimchilikda cho'ng bo'lgan qarindoshlar. Biz mehr muhabbatga qiynib cho'ng bo'lmagan bu xil tuyg'uni faqat otamiz yo'q bolalar tushunishi mumkin. Onaning mehri qandoq bo'ladi, dadaning mehri qandoq bo'ladi, biz es qilib boqmagan. Vatandan ibaret bir adli tuyg'uni mu es qilishga salohiyatimiz to'shmagan insonlar. Biz pek qiyinchilikda cho'ng bo'lgan, Zafron, sen uqmaysan. Balkim bilishni xohlamaydigansan. Qahrton so'g'uqlarda yalan oyoq teshida qolgan vaqtimiz bo'lgan. Hech kim bizga yordam qilishni xohlamagan. Qo'sqimiz ash, yeydigan narsamiz yo'q. Urib so'qilib bir mo'changi zar bo'lib qanchalik qiynalganligimizni sen bilamsan, Zafron. Sen menga tushunmaysan. Keyin biz cho'ng bo'ldik. Men ukamning keyin yomon yo'lga kirib ketganligini e'tirof qilaman. Lekin u qanday bo'lmasin mening bir qo'saq qarindishim, mening inim. Boshqalar uni chetga qoqqan bilan men uni chetga qoqsam bo'lmaydi. Men uni har vaqt dod yo'liq yo'lak bo'lishim kerak. Menchi bu xato emas. Lekin men uning chekidan oshgan ishlarni yaqinda angladim. Oldin qayda aloqamiz uzildi. Uning turmaga kirib ketganligini angladim. Bunun sebepçisining sen ekanligingni angladim. Sening uni qattiq urib, turmaga solatqizganligingni anglab, garchi uning xato bo'lsa-mu, g'azibimni faqatla bosamadim. Sen uni pek qattiq urib yetibsan. Bilman, uning xato. Lekin u mening bir qo'saq qarindishim. Mening bu dunyolikdagi birdan bir tuqqanim. Boshda riyalik tambadim. Ammo enimdan ayrilib qolish azobi meni har vaqt, har sekund to'xtamay qiynab keldi. Ammo men uning qilgan xatoliklarini obdan bilatdim. Men aqbulu salohiytim bilan uning nurg'un qitim nasihat qilib boqqan. Lekin u anglamadi. Ikkimiz aqfuki bo'lgan bilan tubdan o'xshamaymiz. Men uningga faqat o'xshamayman. Men birsiga yomonlik o'ylaydigan eski odam emas, Zafron. Mening birdan bir eskishim sana avarchilik deb berganligim. Agar sen mening o'rnimda bo'lgan bo'lsang, sen qanday qilarding? Qarab turamda.
Dünyalıqdaki bir tal qerindishingni boshqalar vayron qilsa, sen yana qarab tura olamding. Boshqalar qanday o'ylaydi buni bilmayman. Lekin men o'zimni faqat kontrol qilolmadim. Ham bu qilganimni xato deb o'ylamadim. Bir aka qildigan ishni qildim. Men uning uchun qilganlarimga hargiz pushaymon qilmayman. Faqat o'z inimni qo'g'didim deb o'ylayman xolos. Chunki men degan bir aka u mening qerindishim. Gerçi bizni ota-onamiz bo'lmasa-mu, o'z qerindishimni hayotim badiliga qo'g'dashni bilaman. Ham pushaymon qilmayman. Senin gaplarını anlap, istaşta qilish yoki qilmaslikni bilamedim. Lekin xatolik degan hamma xatolik. Her qandaq bir jinoyat qonun sirtida bo'lib qolsa bo'lmaydi. To'g'ri. Xatoligingni o'zing his qilganligingdan xush bo'ldim. Endi qanday qilay deysan? Men o'zimni ma'lum qilaman. Rahmat sana. To'xta. Sen bilishga tegishli yana bir ish bor. Kıpırdama. Kıvırdama. Kulağını götür. Kötü. Kulağını götür. Yavaş bol. Kıpırdama. Kolu kılınla. Bana. Yavaş bol. Bana. Ulan. Sızlan. Bana. Sızlan. Bol değil. Etmen la. Opaşlak. Kulağını çıkır ya. Safran, sizga bir ish bo'lmaganda. Yavaş bol. Ulan. Bana. Gelişme. Makul makul. Zefran özün tutup al. Beni çekip aldı ben. Ciddileşme. Yedigeme. Yedigeme. Zefran. O'zingni tutib ol. Özün tutup al. Hey Zefran. Hey. Ulan meni mushunda qilishga majbur edi. Esma 18-iskilatda. Tez berib uni qutuldirib edinglar. Eğer yaralanmagan sen. Sen baya cinayetçini işe davet attın yeni bir sıkını. Uçurlu da. Hozir uyimdan chiqib ketdi. Ben sizin ayolunuz. Shundaq. O xotirsini tutibdi. Men hozir uydan chiqdim, ular sezmadi. Hozir yanıloq mangdim.
Ben bir qatim Zeynadan ayrılıp kaldım. Hem de Esma'dan ayrılıp kalgım yok. Nimişki bunu takıldınız? Kechiring. Kechiring, Zafron. Hammasi mening xatoligim. Meng'e. Ben yana qaytib kelaman.